Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bu kichik obzorimiz Isuzu D-Max. Eng Flow modelimiz 3 motor avtomat. Nima funksiyalari bor buning? Birinchi o'rin ichidan boshlaymiz. E'tibor beringlar. Полностью koja. Обогревlar bor ikkita tarafda. Monitor 9 dyumli. Mexanika va avtomat. Ham mexanikadan harakatlansa bo'ladi, bilasizlar o'zlaring. Vetlarga e'tibor beringlar. Juda chiroyli koja. Полностью cruise control. Передний kamerasi nima funksiyalar bajaradi? Liniya держатель, auto stop, cruise control hammasini shu funksiyalar bajaradi. Va buning eng zo'r tarafi 4x4 va differensial blokirovka ham bor. Bu modelda ichki qismida yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Modelda shunaqa sistemasi bor mana. 2H, ikkita ballon, 4 ballon va eng 4 ballon eng qanaqa pash rejimi, ya'ni 5 kilometr harakatlansangiz bo'ladi. Bu faqat eng flow, ya'ni tog'da, botqoqlikda botib qolgan payti shu rejimni yoqasizlar. Buni bilasizlar o'zlaring. Pikap haydaydigan akaxonlarimiz o'zlari prekrasno biladi. Borti razmeri 1.5 ga 1.5. Orqa faralariga e'tibor beringlar. Bunisi mana. O'zimizda Samarqand avtomobil zavodida yig'ilmoqda mana shu modellar. Motor 3 motor 190 ot kuchi. Orqasiga nelari ham. No keng deyolmayman, no bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Bu ham полностью koja. Mana. Videoga ko'rinishiga e'tibor beringlar. Juda chiroyli ishlagan. Hozir videoda bitta narsaga ahamiyat bergan bo'lsanglar, buni bu tarafdan videoga olganimda, hozir mana bu tarafdan videoga olganimda nimadir e'tiborlaringga tushmadimi? Nimadir? Mana bu model savol bo'ladi. По-любому kommentariyda bu qanaqa model degan. Bilasizlar, avtosalonimiz ham Foton, ham Isuzu. Ya'ni Samis avto korxonasi ham Isuzu texnikasini, ham Foton texnikasini. Isuzu texnikasiga dealer, Foton texnikasiga distributor hisoblanadi. Va bu model diskalari tuning qilingan. Bunisi mana bu biz hazırlashib o'zimizda buni bo'ladi, chiroyli hazırlab bo'ladi. Ya'ni Ram, Ford borku bilasizlar, Ram. Ana shuni bojasi deyiladi-da bu. E'tibor beringlar. Nima podsветильniklar bor, yonadi полностью. Bu modelga nima deysiz? Mana 2 motor Foton V9 modeli, mana bu dugalarigacha bor. Mana bu yerda eng zo'r narsa, mana bu yerda zinas bor, mana ochiladi-da, zinas chiqadi mana bu tarafdan va kunga splashni yotkizilgan. Ochsa bo'ladi, bemalol. Nima deysizlar mana bu modelga? Qaysi biri yoqdi sizlarga? D-Max или Foton V9. Bu ham Samarqand avtomobil zavodiga qilyapti. Bu ham Samarqand